Ha, shunaymi? Qayerdan keldingiz? Osmondan tushdingizmi? Turmush chiqayotgan qizlarga bitta eng katta maslahatimni bermoqchiman. Balkim bu kim uchundir noto'g'ri, lekin bu men uchun bu to'g'ri bo'lgan, lekin men bu narsani qila olmaganman. Meni turmushga chiqib, aynan shu narsani boshidan kechirganlar yaxshi biladi. Ya'ni turmushimizni birinchi oyida men homilador bo'lganman. Boshida umuman hech narsani tushunmaganman. Xursand bo'lishim kerakmi, xafa bo'lishim kerakmi bilmaganman. O'sha paytda 19 yosh bo'lganman. 2 oyni oxirigacha hammasi yaxshi o'tgan, lekin 3-oy kirishi bilan meni hayotimdagi qo'rqinchli tushlarim boshlangan. Ya'ni toksikoz. Menda shunaqa og'ir o'tgan toksikoz. Faqatgina qusganman, unitazni quchoqlab o'tirganman oldida. Hammada shunaqa bo'ladi deyishlaringiz mumkin. Erimdan hali uyalish hissi menda bor edi o'shanda. Shuning uchun ham qusadigan paytim eshikni yopib qo'yganman. Erimga bilintirmaganman, sezdirmaganman. Erimni hidlariga qusgim kelgan, ko'rgim kelmagan. Kim yana shunaqa bo'lgan va yozib qoldirasizlar. Nanam meni vaziyatimni ko'rib, uyga olib ketganlar, sen hech narsa yemayapsan, ariqlab ketgan 38 kilo bo'lib qolganman deb uyga lichinaga olib ketganlar. Va конечно, keyin men u yoqda mazam yo'q, kasalman, qusaman, hech narsa yemayman, erim bu yoqdalar. Bizning o'rtamizda tushunmovchiliklar, urushlar ko'p paydo bo'lgan. Erim bilan o'zimga vaqt bo'lmagan, что biz bir-birimizni tushunishimizga хотя 5 oy, 6 oy vaqtimiz bo'lmagan. Также bolamni tug'ganimdan keyin ayollar yaxshi meni tushunadi. Bolani tug'gandan keyin yana bolangizni 1 yoshga ham kiritgunizcha faqat bola bilan bo'lib qolasiz. Boshqa hech narsaga vaqtingiz bo'lmaydi. Hozir kimdir beremenna bo'lsa, mendan xafa bo'lmanglar. Bu mening fikrim. Kimdir bor beremennaligida toksikoz bo'lmaydi. Hozir Muhammad o'g'lim bor, juda ham yaxshi ko'raman. Birganiga shukr. Lekin baribir shunaqa qiyin period mening hayotimda bo'lgan. Endi turmushga chiqadigan qizlarimizga shuni maslahat beraman. Ozgina eringiz bilan o'zingizga vaqt berishingiz kerak. Bir-biringizni tushunib olishingiz uchun, bir-biringizdan uyalmasligingiz uchun. Всем пока.